Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamiz ko'rib turganingizdek, 2 qavatlik yosh oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihadagi uyimizni xonalar soni umumiy 4 xonadan iborat bo'lib, juda bir shinam. Endi uyimizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, uyimizni tashqi razmerlari mana bu oldi tarafini uzunligi 11,5 metr va uyimizni mana bu yon taraf uzunligi 720 santimetrni tashkil etadi. Mana shunda asosiy bo'lgan shu 2 qavatli uyimizni o'zini egallab turgan yer maydoni 83 metr kvadrat. Endi uyimizni fundament razmerlarini ko'rib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, xuddi mana shunday holatda fundamentlari qo'yiladi. Dastavval bir narsani eslatib o'taman, agar siz xohlasangiz ushbu loyihadagi uyimizni ostki qismlarini, qaysidir xonasini yokida polnisda ostini podval qilib olishingiz mumkin. Podvalga esa tushadigan zinasini mana bu yokida bu tarafdagi yon taraflardan zinaga tushish joyini qoldirishingiz mumkin. Endi fundament razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, balandligi 30 santimetr, uyimizni 0 atmetikasiga 2 pog'ona zina bilan ko'tariladi. Shu ko'rib turganingizdek, fundamentimiz uchun umumiy hisobda ketadigan sarf xarajatlari beton uchun 11 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. 11 kuba beton uchun esa standart holatda 3 tonna 300 kilogramm sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 400 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, devorimizni razmerlari har doimgidek asosiy bo'lgan yuk ko'taradigan va tashqari devorlarimizga 1,5 g'ish, qolgan ichkari yuk ko'tarmaydigan parda devorlarimizga esa yarim g'ish holatiga qarab 1 g'ish hisob olingan. Qavat balandliklari 330 santimetrdan qilib olingan. Birinchi va ikkinchi qavat uchun ketadigan g'ishtimizni sarf xarajati 28 ming dona g'ish sarflanadi. Ko'rib turganingizdek, tashqari ko'rinishlari ham juda bir chiroyli holatda. Endi uyimizni ichkari xonalar joylashuvi bilan tanishib chiqamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval qisqacha mana bu balkon qismiga to'xtalib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan ikkinchi qavatda bizning balkonlarimiz joylashgan va balkon qismidagi bunaqangi ayvonchalarimiz juda bir chiroyli holatda chiqqan. Endi uyimizga kiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, sokil qismi anchagina past holatda. Uyimizga bunaqangi atiga 2 pog'ona zina orqali kirishimiz mumkin. Mana shu zinalar orqali kirganimizda bizda uzun koridorimiz ko'rib turganingizdek, birinchi qavatda 2 ta xonamiz va ikkinchi qavatda 2 ta xona. Umumiy 4 xonadan iborat bo'lgan ushbu loyihamiz. Kirganimizda bizni zinamiz kutib oladi. Bu ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinamiz. Agar koridordan o'ng qo'l tarafga yuradigan bo'lsak, mana bu eshik orqali kirib bu xonani tanishtirib o'tamiz. Bu esa bizni ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Albatta oshxona mebellarini mana bu qoldirib ketilgan joyga bemalol shkaflarini joylasalar bo'ladi. Oshxonamizda bemalol ovqat pishirib, oilaviy ovqatlanib o'tirsalar ham bo'laveradi. Ko'rib turganingizdek, juda bir keng holatda qilingan. Derazalari esa ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu oshxonamizdan qaytib chiqadigan bo'lsak, albatta bizda birinchi qavatimizda bunaqangi mehmonlar uchun keng kattagina mehmonxonamiz joylashtirib ketilgan. Mehmonxonamiz ham keng kattagina, derazalari esa panoramik holatda ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonamizdan chiqadigan bo'lsak va bizda birinchi qavatimiz uchun mana bu eshik orqali kirganimizda sanuzelimizni joylab ketganmiz. Bu bizda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari hisoblanadi. Bemalol yuvinadigan joylarini va unitazlarni montaj qilsa juda bir qulay holatda bo'ladigan joy qoldirib ketilgan. Bu bizda umumiy birinchi qavat uchun yuvinish xonalari bo'ldi. Bu tarafdan ko'rinishlari ko'rib turganingizdek, endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizga
qavatga mana bu zinalar orqali ko'tarilib boriladi. Ikkinchi qavatga bu zinalar orqali ko'tarilayotganimizda ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kichkinagina plashatkamiz bor va mana shu joy orqali qolgan xonalarga tarqaladi. Agar zinadan chiqib to'g'ri yuriladigan bo'lsa, bizni to'g'rimizda bunaqangi ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan balkon qismi kutib oladi. Mana bunday holatda. Balkon qismi ham juda bir chiroyli va unumli chiqqan. Agar zinadan ko'tarilib, misol uchun o'ng yoki chap tarafga yuriladigan bo'lsa, o'ngga yuriladigan bo'lsa, mana bu yerda bizni bolalar yotoqxonasi kutib oladi. Bolalar yotoqxonasi keng, kattagina 2 kishilik qilib joylashtirib ketilgan. Ko'rib turganingizdek, juda bir keng holatda. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu bolalar yotoqxonasidan chiqib, kattalar yotoqxonasiga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda bizni kattalar yotoqxonamiz joylashtirib ketilgan. Ko'rib turganingizdek, kattalar yotoqxonasini o'ziga tegishli bunaqangi shaxsiy yuvinish xonalari joylashtirib ketilgan. 2 xonali qilib qilingan. Bittasi razdevalka, bittasi yuvinsa bo'ladigan joy uchun moslangan. Bu esa bizda kattalar yotoqxonasi derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan va oldi tarafga bunaqangi shessigirali figuralar bilan chiroyli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Umumiy 4 xonadan iborat bo'lgan ixcham va komfort holatdagi uyimizni xonalar joylashuvi mana shunday holatda edi. Ko'rib turganingizdek, tabiiyki savol bo'lishi mumkin, agar bu uchastkani podvali bo'lmasa, qanday isitish kerak? Isitadigan katyollari qoldirib ketilganmi degan savol bo'lishi mumkin. Albatta buni ham yechimini o'ylab ketganmiz. Hozirgi ko'rib turganingizdek, bu uchastkamiz podvalsiz, oddiygina qilib qilingan. Aytib o'tganimizdek, siz buni podvalli qilib tayyorlashingiz ham mumkin. Endi har kim o'z xohishiga qarab, albatta mana shunday holatiga biz isitish maqsadida orqa taraflariga ko'rib turganingizdek katyol qismlarini joylab ketganmiz. Birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasini oldidagi mana bu kichkina joyimiz bizda mana shu uchastkamizni polni isitadigan isitish xonasidir. Bizda katyol deyiladi. Katyol qismi ham chiroyli holatda qoldirib ketilgan joy, uncha katta bo'lmagan va uncha kichkina bo'lmagan. Maksimal joydan kelib chiqilgan holatda. Bu katyolimizning orqasida esa birinchi qavatimiz uchun bunaqangi yuvinish xonalarini qoldirib ketganmiz. Bu nima uchun qulay? Katyolni bu chetga joylaganimizning sababi shundaki, katyol orqali suv isitilganda oshxonamizga va mana bu birinchi qavat uchun yuvinish xonamizga issiq suv juda bir tez holatda yetib borishligi uchun montaj ishlarida ortiqcha sarf xarajatni olib kelmasligini hisobga olgan holatda katyol qismini uyimizni mana shu burchak qismiga joylab ketganmiz. Ko'rib turganingizdek, juda bir chiroyli holatda chiqqan uchastkamiz. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildik. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz bizni Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.